Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Garaj 21. Biz bugun Matiz narxlarini ko'rib chiqamiz. Bugun ko'rib turadigan Matizimiz 2004-yilgi Matiz 100% sariqdan qaytgan, taksidan qaytgan. Qolgan hamma navorlari cho'tga yaxshi turibdi, hech qanaqa qilt etmagan. Ozroq bolalar ranglar uchgan ekan, boshqa nolari yo'q. Balolar ko'rib turganingizdek, balolar ham yaxshi holatda, nosi yo'q, aybi yo'q deb tuyulyapti menga. Mana salondan ko'rib turishim, salon ham ajoyib turibdi. 4 eshikda shumkalari bor ekan, kamsa chiqishi, yaxshigina mehrchan berganlar. Bu oxir tomonda ko'rinishi, aytgancha metallari ham bor, metallari bu keyin narxini aytayaptilar, 35 million so'm deyaptilar, 33 ga beraman deyaptilar. Kimgadir qiziqadigan bo'lsa, pastga nomer yozib qo'yamiz, o'sha nomerlarga aloqaga chiqib murojaat qilishlaringiz mumkin. 2012-yilgi ajoyib bir Matizimiz bor. Bu ham bir sariqdan qaytgan, 100% sariqdan qaytgan, lekin tayog'i yo'q, hech qanaqa ayblari yo'q, hammasi cho'tga yaxshigina turibdi. Balonlar holati ham yaxshi, befarosatlar cho'tga ketaveradi. Balonlar holati ham yaxshi turibdi. Hech qanaqa ayblari yo'q, yaxshigina turibdi. Salonlar holatini ko'rib turibmiz, ajoyib, hech qanaqa ayblari yo'q. Yaxshigina saqlangan turibdi. Aka taksi o'rgan bo'lsalar ham yaxshigina taksi, akkurat taksi o'rganlar. Orqa tomonda ko'rishlari aytgancha metallarimiz ham bor. Keyin narxiga keladigan bo'lsak, bu Matizimiz ham sariqdan qaytgani uchun 35 million so'm deyaptilar. Kelishtirib beramiz, где-то shu akamiz ham 33 larga bersalar mumkin. Aniq bilmadik. Kimgadir qiziqadigan bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiramiz. O'sha nomerlarga aloqaga chiqib murojaat qilishingiz mumkin. 2011-yilgi Mokrason Matizimiz bu ham taksidan qaytgan. Bugun hamma taksidan qaytgan Matizlarni ko'rishingiz mumkin. Motorlari yaxshigina turibdi, almashgan motorlari, hadoylari ketmagan, yaxshi joyda turibdi. Aybi balonlaridir ekan. Balonlarni almashtirib kerak ekan. Shu ayb. Faqat shu qolgan joylar hammasi sanalar yaxshigina turibdi. Hech qanaqa boshqa ayblari yo'q ekan. Salonlar holati ham yaxshigina turibdi. Barda almashtirish kerak, eski barlar turibdi. Pastga oyoq tagiga bir led ham joylashtirgan ekanlar. Ko'rinishi o'rta stasionarda yaxshigina turibdi. Orqa tomondan ko'rinishi shu xolos stasionarda, shu faqat shu aybi o'sha boya aytganimizdek balonlarida metallari bor. Narxi keladigan bo'lsa 35 million so'm deyaptilar. Kelishtirib 33 millionlarga beradi. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiramiz, murojaat qilishingiz mumkin. 2006-yilgi oq Matizimiz, motorlari yaxshi holatda, yaxshi turibdi, hech qanaqa ayblari yo'q, metallari bor. Keyin akamiz aytdilar, kraskaga tushunmayman dedilar, kelib tekshirib olishlaringiz mumkin dedilar. Kraska bo'lgan bo'lishi mumkin, aniqini bilmaymiz. 50% yozib qo'yaveramiz biz. Aniqini bilmaymiz, chunki biz ham usta emasmiz, akalar uncha bilmar ekan. Bo'lgan bo'lishi mumkin kraska. Balonlar holati bo'ladi chidasa. O'zlaringiz baho berib olasizlar. Salonlar holatiga kelsak, o'rtacha holatda uncha yaxshi emas desa ham bo'ladi, bolli-menenda turibdi. Barlarni ham almashtirib olish kerak, ishlar silinib ketgan. Atak chidasa bo'ladi. Xo'p, orqa tomondan ko'rinishlari, mana joylarda ozroq qirilgan joylari bor ekan, atak qolgan joylari yaxshigina turibdi. Bu tarafda ham ozroq qirilgan joylar bor ekan, qolgan joyi yaxshigina turibdi. Shu faqat shu kraska bo'lgan-bo'lmaganligini bilmasligimiz aybimiz. Metallari bor. Narxiga keladigan bo'lsa 38 million so'm deyaptilar, 35 larga beraverar ekanlar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. 2010-yilgi Matizchamiz ajoyib holatda, bunaqa ko'rinishlari yaxshi, motorlari yaxshi turibdi, stasionarlari yemaydi, hech qanaqa xarajat yo'q deyaptilar ekan. Balonlarga keladigan bo'lsa, balonlar holati ham yaxshigina turibdi, hech qanaqa ishlari yo'q, cho'tkagina kalpaklari mos. Saloni holati ham cho'tka akkuratligini turibdi ekan, mehrchan bergan, ichida hidlari ham bir antikvarni hidchalarni qo'yib qo'yibdilar. Men o'tirgan yayrasin deb, bahra olsin deb qo'yib qo'yibdilar. Orqa tomondan ko'rinishlarimiz shu aytgancha kraskasi shu orqa tomonda bor ekan, shu joylarda yo'q ekan, chunki GTT 10%, 20% bor. Keyin metani bor, metani bo'lgandan keyin yaxshigina yuradi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 38 million so'm deyaptilar. 35 millionlarga kelishtirib gaplashamiz deb tushib beradigan narxlarimiz bor deyaptilar. Kimgadir yoqadigan bo'lsa, nomer yozib qoldiramiz. Shu nomerlarga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin.
Xo'p, 2012-yilgi Matizchamiz, Maruchcha Matiz. Xo'p, kraska hech qayerda bo'lmagan, hamma joyi toza 100% tozagina turibdi. Motorlar uncha moy yemaydi, hozir kamayadi dedilar, chunki moy yemaydi. Metallari bor, 4 ta balon yangi. Balonlarni keyin ko'rsatamiz. Qolgan hamma joylari cho'tka svejingida turibdi. Balonlar holatini ko'rishingiz mumkin. Yangidir, hamma joy yangi turibdi. Salonga o'tamiz. Salonlar holati ham yaxshi idealda turibdi. Hech qanaqa salama bir chexol poklar ozroq yirtilgan joylar bor. Uni bir almashtirib olsangiz cho'tkagina bo'ladi. Qolgan hamma narsa to'g'ri. Aytgancha sizlar uchun yangilik. Yozda issiqqina ketayotgan paytimiz bunda konditsionercha bor. Vahsha mazza qilib ketaverasizlar. Konditsionerlari ham bor. Yaxtakana bu chillada mazza qilib yurasizlar. Orqa tomondan ko'rishlar, hech qayerda qirilgan joylari yo'q. Xo'p, mana bu yoqqa keladigan bo'lsak, eshikning tepasida ozroq urilgan, ila qirilgan joy, eshik ochgan paytda mana qilingan joyi bor ekan, ila pastda mana bu ozroq zanglagan joyi bor ekan. Va mana bu burchakda zanglagan joylari bor ekan, boshqa ayblari yo'q. Qolgan hammasi cho'tka ideal turibdi. Narxini 40 bozor 40 qilibdi, o'zlari 45 aytayotgan ekanlar. Qirich bo'ladigan bo'lsa beraveraman debdilar. Qirish bo'ladigan bo'lsa beraveraman debdilar. Agar kimgadir qiziqadigan bo'lsa, shu Matizchamiz, shuna pastga nomerlar yozib qoldiramiz. Shunday murojaat qilib, telefon qilib olishlaringiz mumkin. 2013-yilgi qizil Matizchamiz, ya'ni qizil desak ham bo'la, bardovey deydi, shunaqa ranglardan ajoyib saksonada turibdi, hech qanaqa ishlari yo'q, eng muhimi metan gazlari yo'q, benzinda yurgan. Yaxshigina shekarni motorlar holati yaxshi saksonada turibdi, hech qanaqa moy-poy yemaydi. Faqat shu bitta moy qo'ysa bo'ladi dedik. Balonlar holati ham yaxshi. Balonlar holatini ko'rishingiz mumkin. O'zingiz baho berasiz. Salonlar holati ham yaxshi turibdi, hech qanaqa o'zgarishlar yo'q. Ideal saksonada turibdi, o'zingiz ko'rtirganingizga yaxshigina turibdi. Xo'p, mana ko'rdingiz. Narxiga keladigan bo'lsak, 35 deyaptilar, 1-2 million so'm o'tib beraman deyaptilar. Agar shu 33 yo 32 taga berishlaringiz mumkin. Agar kimgadir yoqadigan bo'lsa, pastga nomer yozib qoldiramiz. Shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. 2009-yilgi qizil Matizcha. Chang kirdi shekilli, havo chang. Motor holati yangi idealda turibdi. Yurgani 175 ming, 170 ming yurgan. O'sha ikkalasi qoldiribmiz. Metan gazlari bor, yaxshi turgan, uyda turgan mashinacha idealda, hech qanaqa kraska bo'lmagan. Bitta orqa eshikda petnochasi bor, u ham darvozaga urilgan, boshqa hech narsa bo'lmagan. Balonlar holati ham yangigina turibdi, hech qanaqa ayblari yo'q. Salonlar holati ham yaxshidir, afshakalari ham yaxshigina turibdi, cho'tka matli turibdi. Yana nima desak bo'ladigan, salonni o'zingiz ko'rib turganingizda o'zingiz bir xulosa chiqaring. Faqat biz aytamiz, o'zingizdan bir xulosa chiqarib bir kommentariyaga yozib keting, qanaqa ekan salon. Orqa tomondan ko'rinishlari, saksona yaxshigina o'tganingizgacha mana orqa tomonda ko'rib turganingiz hech qanaqa qirilib bo'lmagan, shu bitta shu aybi orqa eshikda petnochasi bor, tamom. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 37 debdilar, 35 bo'lsa shunday beraveraman debdilar. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomer yozib qoldirasiz, nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.